Liksimizi davamlaştırmamızı hürmetlik vatandaş. Endiki mavzumundaq. Bugünkü islağı 2021 yılı 12. ayının 6. günü. Endiki mavzumundaq vatandaş. Demokratiya yuqur derlikler yığının arpsı de beycan. Amerikça demokratiyaga bir meydan hücum qildi. Mavzulu xabar 12. ayının 4. günü Amerika ovozdan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq başlar. Yer işarə demokratiya yuqur derlikler yığın arpsıda Cunguda alaqadar tarafla Amerikça demokratiyaga bir meydan yeni hücum qozgıdı. Yeni e'lon qilingan Jungo demokratiyasi aqtaşlıq kitabıdır. Jungo'nun demokratiyasi xalq demokratiyasi deb ataldı o'xshashlar. Amerikça demokratiyani davlat boshqarish jihati kuchsiz ekanligiga, unumsiz ekanligiga dartmallab hujum qilib, demokratiya yuqori darajaliklar yig'inidan foydalanib, Amerikaning siyosiy tuzumi o'xshash bo'lmagan davlatlarga besim ishlatdi deb ko'rsatdi. Jungo Davlat Mahkemesi ishxonasi 12. ayının 4. günü Beijingda muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazib, Jungo demokratiyasi mavzuli aqtaşlıq kitab e'lon qildi. Xalqning ega bo'lishi, xo'ja bo'lishi, demokratiya tartiblari ve mahiyetlik demokratiya, bevosita demokratiya ve vositalik demokratiya, xalq demokratiyasi davlat irodasi bilan birlashtirilgan butun xalq qisman, butun doiralik qoplash doirasi keng demokratiya, keng doiralik amaliy ishlatishga bo'ladigan demokratiyadir. Lekin Jungo demokratiyasi aqtaşlıq kitabıdır. Jungocha demokratiyani madiyalash Jungo Kompartiyasi yo'l qo'yayotgan bir partiya diktatorisi bilan nihoyat zo'r selishtirma paydo qildi. Prezident Joe Biden kelar hafta payshanba Oqsaroyda oldingi safda turib yer shari demokratik davlatlar yuqori darajaliklar yig'iniga riyosatchilik qildi. Taklif bilan bu yig'in qatnashadigan 110 davlat ichida Tayvan bu yig'inga qatnashadi. Balki Tayvanni qo'llaganligi sababli Jungoning zarbi berish o'ch elishiga uchragan Baltiq bo'yidagi 3 davlat Litvami qatnashadi. Lekin Jungo va Rossiyadagi diktator davlatlar bu yig'inga dunyo demokratik davlatlari yuqori darajaliklar yig'iniga taklif qilinmadi. Prezident Joe Biden prezident sayılım mezgildi vazifaga o'tirgan bir yil ichida yer shari demokratiyasi yuqori darajaliklar yig'ini chaqirishga va'da bergan edi. Bu qatimqi yig'inning chaqirilishi prezident Joe Bidenning bergan va'dasini ishga oshirganligi balab hisoblaridir. Jungoning aqtaşlıq kitabida Amerikacha demokratiyani bishoratlik tanqidlab buyruqvozlik qilyotidi dedi. Jungo aqtaşlıq kitabida demokratiya har qaysi davlat xalqlarining huquqidir. Az sondagi davlatlarning patent huquqi emas deyildi.